Assalomu alaykum, qadrli do'stlarimiz. Bugun sizlar bilan birgalikda Texnosh ilovasi orqali usunumra olamiz. Mana bu videolarda sizlarda ikkala orqali usunumra olib ko'rsatganman. Ana endi Texnosh orqali usunumra olamiz. Shu kanalimizga a'zo bo'lib qo'yasizlar. Mana bu lichka. Demak, boshladik. Mana Texnosh ilovasi yangilangan versiyasi. Kiramiz shunga. Hop, bu yerga kirgandan keyin mana bu yerda sign up degan so'z bor. Shunga bosamiz. Mana bosdik. Mana bu yerga yaxshilab qaranglar. Bu Texno ilovasi ko'pchilik aytishadi, soxta email olmaydi. Haligi telefondagi ishlatib turgan emaillarni oladi deb o'ylaydi. Buni siri bor, mana o'zi ko'rinib turadi, mana siri. Mana bu shu yerga bosinglar, bu soxta email oladi mana shu. Buni esa telefoninglardagi Google account oladi. Soxta email olish uchun faqat shunga bosinglar, mana soxta emaildan kirsanglar ham bo'ladi. Shunga bosib kiringlar adashmasdan. Mana kirdik. Mana bu yerga mana o'zingizlarning Google akkauntlarini chiqaradi. Hech birida bosamiz. Xohlagan so'zni bosamiz mana bu yerga. Va 4 ta raqam kuchukcha gmail.com yozasizlar mana. Pastiga ham xohlagan so'z va 2 ta raqam. Mana sign up ni bosamiz. Xo'p, mana shu yerda tanlashni ham o'rganib. Mana bular umuman kerak emas. Faqatgina mana shu Other degan so'z kerak. Boshqa degan. Shuni ustiga bosib kiringlar, boshqasidan kirmanglar. Nomerlar o'chib ketadi yoki bloklangan chiqadi. Mana bu yerdagi so'zni bosamiz. Va setup. Ruxsat beramiz hammasiga. Va mana bu yerdagi so'z, mana ruxsat beramiz, kontinuyni bosamiz. Va joylashuvga ham OK deb bosish kerak. Kerak emas degan narsani bosmanglar. OK. Endi o'zlari nomer chiqarib beradi. Chiqarmasa, o'zimiz 3 ta raqam berib ochamiz. Mana chiqarib bermadi. Nomer teramiz endi o'zimiz. Mana nomer chiqarib berdi. Endi bloklanmaganini topamiz, chunki bloklangani ko'p chiqadi. Bu programmamizning foydalanuvchilari ko'payib ketgan. Shuning uchun bironta nomer olamiz. Xo'p, sizlarga bloklanmaganini tanlab olish kerak endi. Taxmin qilamiz. Ketdi, shuni olamiz. Kontinuyni bosamiz. Va bu yerda mana bu yerdagi skip so'zini bosish kerak. Tepadagini emas. Bo'ldi. Texnosh orqali mana usunumra oldik. Mana bu yerga bossanglar, mana nomerlaring turadi mana. Mana bu yerda nomerlaring turadi, mana qarab turinglar mana. Shu yerda. Ustiga bitta bossanglar mana copyright qiladi. O'rtadan bosib kelasizlar. Endi Telegram ochganda Plus Telegram, Telegraph, Telegram va boshqa nimadagi Telegramlar umuman bo'lmaydi. Faqatgina shu Telegram, rasmiy Telegram ochish kerak, shu ko'k Telegramga. Faqatgina shunga kodi keladi. Kiramiz. Ana endi usunumra ochib ko'ramiz. Birini qo'yib bu yerga copyright qilganimizni qo'yamiz va ochib ko'ramiz.
Ha, mana bloklangan ekan. Qolganini ikkinchi qismda ko'rib olasizlar mana. Pauza qilib turaman endi.